Hozirgi paytda mana shu energetikani katta blogerlar reklama qilyapti. Yosh bolalar ichyapti. Zarar taraflarini mana shuni gapirib bersangiz. Buni foyda tomoni yo'q, energetikning zarar tomoni juda ham ko'p. Yoshlar ichyapti. Mana Valbers Ozonda ishlaydi. Har kun 2 ta 3 ta ichadi, to 5 tagacha ichadi. Buni ichgandan keyin ichida kofeini bor. Julutkaga, oshqozonga tushgandan keyin asosan oshqozonni kasallantiradi, eroziya, gastrit, yazvaga olib keladi. Ishtiyoq, umuman appetit o'ladi. Biron narsa buni ichgandan keyin biron narsa yegingiz kelmaydi. Realni mana shu energetikani ichib o'lgan odamlar bormi? Juda ham ko'p. Bizga kelgan nechtasi biz EKG qilganmiz, даже infarkt bo'lgan. Yosh bolalar, 20-25 yosh bolalar infarkt bo'lyapti. Infarkt u 50 dan 60 dan keyin bo'lishi kerak. Keyin undan tashqari bu prostata beziga juda ta'sir qiladi, peshobdon yo'llariga, asosan bepushtlikka ham olib keladi. Chunki buning ichida ko'p narsalar bor, kofeinlar, davleniyani ko'tarib yuboradi, pochkalarga zarari bor, buyraklarga, hamma joyga zarari. Endi bizni musofirda yurgan akalarimizga 1000 marta ayting, 100 marta ayting. Bular aytayveradi. Bulardan oldin ham aytgan deb baribir ham buni ichaveradi. Shuning uchun ko'proq yurakcha bosib, hamma o'zini fikrini yozib qoldirsin. Bu haqiqatdan ham zararli narsa. To'g'ri, buni kimlardir reklama qilishi mumkin. Siz tasavvuringizda bitta ishni uxlamayman, 2 sutka ishlayman deb o'ylaysiz. Hammasi yolg'on. Doktorning gaplarini eshitib ko'rgan bo'lsalaring, rost gapirgan bo'lsa, like bosib, videoni tezroq podilista qilib, yaqinlarimizni ogohlantiramiz. Mana bu energetikni kim ichib yurgan bo'lsa, kim analiz topshirsa, EKG qilsin, biz tavbat lecheniya qilib beramiz. Analiz topshirsa bo'ladi. Buni bitta yomon tarafi, bitta hozir ichdimmi, o'zim ham ichaman, yana bu o'zi organizm taklif qiladi. Bitta ichdimi, keyin buni ichasiz. Buni ichganingizdan keyin yana buni ichgingiz keladi. Shuning uchun ekranda telefon nomerlari yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, o'zlaringizni tekshirtirib, mana shu narsadan iloji boricha ichmanglar. Xo'p, sog' bo'ling.